Salom hammaga. Bu mening yangi dasturlash vlogimning birinchi darsi. Bugun Solo Learn ilovasida Python dasturlashini o'rganamiz. Xo'p, programmaga kiramiz. Programmani Play Market yoki App Store dan yuklab olsanglar bo'ladi. Xo'p, programmaga kirganimizdan keyin bu yerda create degan so'z bo'ladi, tugmacha bo'ladi. Masalan, mana yerda hamma yozgan. Bu yerdan biz yangi kod yozishimiz uchun bu yerda new code bo'ladi. Bizning tilimiz Pythonga bosamiz. Xo'p. Kod yozishdan oldin ozgina Python haqida tushuncha bersam. Python o'zi nima? Bu yuqori darajadagi til. U inson tiliga yaqin, tushunarli va o'zgarishga yengil. Ko'plab fanlar, sun'iy intellekt, veb dasturlar aynan shu tilda yoziladi. Masalan, bitta kod yozsak. Print Salom dunyo. Xo'p, kodni yozdik. Run degan anoni bosamiz, tugmachani bosganimizdan keyin mana kodimiz to'g'ri yozildi. Salom dunyo. Xo'p, bu kodni qanday yozganimizni hozir tushuntiraman. Bu yerda print bu Pythonda ekranga yozuv chiqaradigan buyruq. Ya'ni kompyuterga mana shu gapni ko'rsat deb aytasiz. Yuqoridagi kod esa ekranga salom dunyo deb chiqariladi. Mana xuddi shunaqa salom dunyo. Xo'p, bugungi darsimiz ozgina qisqaroq bo'ldi. Shu bilan bugungi darsimizning yakuniga yetdi. Keyingi darsda siz bilan Pythonda yozilgan dasturga misol keltiramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.